Yangiyer tuman prokuraturasi boshchiligida o'tkazilgan seminarda mahalliy tiliga qo'riqlash boshqarmasi mas'ullari ishtirok etib, bunda 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mazmun-mohiyati hamda mahallalarda huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan bir qator yo'l xaritalari, shuningdek 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhit yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini oshirish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar dasturi haqida tushunchalar berildi. Qarorga ko'ra, mas'ul idoralar va muassasalar uchun 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilanganligi ta'kidlandi. Huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasi, dastur va yo'l xaritalarining ijrosini nazorat qilib borish uchun prokuratura organlari mas'ul etib belgilangan. Yangiyer tuman prokuraturasi tomonidan qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan joylarda profilaktik tadbirlar va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Yangiyer tuman hududida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarga mahallabay, fuqarobay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan ko'zlangan maqsad fuqarolarning hushyorlikka va jinoyatchilikni oldini olish hisoblanadi. Hozirgi kunda mahallada yo'l xaritalari tasdiqlangan, yo'l xarita bo'yicha mahalla yettiligini bu qarorda asosiy vazifalari belgilab berildi. Hozirda tumanimizda kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan 5 ta mahalla mavjud. Ushbu 5 ta mahallada tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan aholi gavjum bo'lgan joylarga kuzatuv kameralari, PTS, Face ID kameralari o'rnatilmoqda. Bu kameralar afzalliklari shundan iboratki, aholi gavjum bo'lgan joylarda yuzdan tanib oluvchi va avtotransport vositalarini avtoraqamdan tanib oluvchi uskunalar bu. Buning asosiy maqsadi fuqarolarni hushyorlikka chaqirish va jinoyatchilikni oldini olish hisoblanadi. Ben Yangiyer mahallasida yaşayman. 30'a yakın kamera o'rnatilmoqda. Bu mahallamizda tinchlikni, osoyishtalikni saqlash uchun, o'g'irlik jinoyatchilikni oldini uchun katta yordam beradi. Buning uchun biza prezidentimiz katta rahmat deymiz. Shuni bizim mahallani o'ylab, yer yurtni o'ylab, bizning insonlarni, fuqarolarni o'ylab qilib turgan ishlar uchun katta rahmat aytamiz.